Bob idrok. Idrok haqida tushuncha. Idrok sezgilarga nisbatan murakkab va mazmundor psixik jarayon bo'lib, barcha ruhiy holatlar, xususiyatlar, xossalar va inson ongining yaxlit mazmunini egallagan bilimlar, tajribalar, ko'nikmalar bilan bir vaqtning o'zida namoyon bo'ladi, aks ettirishda ishtirok etadi. Idrok sezgiga nisbatan bir muncha murakkabroq, to'laroq aks ettirish jarayoni bo'lib, sezgi a'zolarimizga ta'sir etib turgan narsa va hodisalarni butun belgi hamda xususiyatlar bilan butunligicha, ya'ni yaxlit aks ettirishdan iboratdir. Masalan, olmani ko'rgan paytimizda uning shakli, rangi, ta'mi, hidi va navi bilan birgalikda bir butun narsa tarzida idrok etamiz. Demak, idrok qilish jarayonida deyarli barcha sezgilarimiz qatnashadi. Shuning uchun ham idrok sezgiga nisbatan ancha murakkab aks ettirish jarayonidir. Shaxs tevarak atrofdagi narsa va hodisalarning faqat ayrim xossalarini ongida aks ettirib qolmaydi, balki ularning barcha xossalarini birgalikda bir butun holda ham aks ettiradi. Psixologik adabiyotlarda idrok tushunchasiga turlicha ta'riflar uchraydi. Jumladan, Vohidovning psixologiya darsligida idrok deb sezgi a'zolarimizga ta'sir etayotgan narsa va hodisalarni yaxlit holicha aks ettirishga aytiladi, deb keltiriladi. Karimovning psixologiya o'quv qo'llanmasida idrok bu bilishimizning shunday shakliki, u borliqdagi ko'plab xilma-xil predmet va hodisalar orasida bizga ayni paytda kerak bo'lgan obyektni xossa va xususiyatlari bilan yaxlit tarzda aks ettirishimizni ta'minlaydi. Keltirilgan ta'riflardan kelib chiqqan holda idrokka quyidagicha ta'rif berish mumkin. Idrok deb sezgi a'zolariga bevosita ta'sir etib turgan narsa, hodisalar obrazlarini kishi ongida bir butun holda aks ettirishga aytiladi. Kishi narsa hodisalarning ayrim xossalarini sezadi, uni bir butun holda idrok qiladi. Chunki narsa va hodisa bir-biridan ajralgan holda mavjud bo'lmaydi. Odam narsalarni idrok qilayotganda uning ayrim xossalarini sezadi. Masalan, chaqmoq, qandni idrok qilinadi, uning shirinligi seziladi, quyoshni idrok qilinadi, uning issiqligi seziladi va boshqalar. Idrok qo'zg'atuvchilarning ayrim xususiyatlarini aks ettiruvchi sezgilardan farq qilib, ularni butunligicha, yaxlitligicha, uning hamma xususiyatlari bilan birgalikda aks ettiradi. Shuning uchun idrok ayrim sezgilarimizning oddiy yig'indisidan iborat degan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Idrok o'ziga xos tuzilishga ega bo'lgan hissiy bilishning sifat jihatidan yangi, yuksakroq bosqichidir. Idrokning muhim tomonlaridan biri uning xususiyatlarini turli jabhalar, vaziyatlar, sharoitlarda namoyon bo'lishidir. Idrokning muhim xususiyatlaridan biri bu faol ravishda bevosita aks ettirish imkoniyatining mavjudligidir. Odatda insonning idrok qilish perseptiv faoliyatini uning o'zlashtirilgan bilimlari, to'plagan tajribalari, shuningdek murakkab analitik sintetik harakatlar tizimi zamirida yuzaga keladi. Idrokning yana bir muhim xususiyati uning narsa va hodisalarni umumlashgan holda aks ettirishidir. Ma'lumki, inson psixologiyasiga kirib borayotgan ko'p qirrali, ko'p yoqlama amallari idrok qilish bilan chegaralanib qolmasdan, balki o'sha majmua aniq qism yoki hodisa sifatida baholanadi. Idrokning navbatdagi xususiyati uning harakatchanligi va boshqaruvchanligidir. Masalan, ko'mir yorug'likda yog'du sochadi, qog'ozdan ko'proq nur balqiydi, lekin inson bu narsalarni qora va oq deb idrok qiladi. Vujudga kelgan bevosita subyektiv taassurotlarga nisbatan o'zgarishlar, tuzatishlar kiritadi. Idrok jarayonida deyarli barcha sezgilarimiz ishtirok etsa ham, idrok sezgilarimizning oddiy yig'indisidan iborat deb bo'lmaydi. Idrok jarayonida turli sezgilarimizdan tashqari odamning shu paytgacha orttirgan turmush tajribasi ham ishtirok etadi. Odam o'z turmush tajribasida juda ko'p narsa va hodisalarni takror idrok qilgani tufayli odamning idroki anglanilgan harakatlarga egadir. Shuning uchun yetarli turmush tajribasiga ega bo'lgan odam, ya'ni katta yoshli odamlar idrok qiladigan narsasi nima ekanligini anglashga yordam beradi. Hech qanday turmush tajribasiga ega bo'lmagan odam, ya'ni chaqaloq bolalar idrok qilayotgan narsasi nima ekanligini hali mutlaqo bilmaydi. Idrok jarayoni shunchaki oddiy aks ettirishdan iborat emas. Idrok jarayonida odamning diqqati, xotirasi, tafakkuri, xayoli, hissiyoti va irodasi ishtirok etadi. Chunonchi odam diqqatini qaratmasdan, yo'naltirmasdan birorta narsani ham mutlaqo idrok eta olmaydi. Diqqat qaratilgandagina ta'sir etayotgan narsa va hodisalarni ravshan idrok etamiz. Idrok jarayonida odamning ilgari orttirgan turmush tajribasida ishtirok qilar ekan, binobarin idrok jarayoni odamning xotirasi bilan bog'liqdir. Idrokda har doim xususan tanish jarayoni ishtirok etadi. Tanish jarayoni qatnashayotgani tufayli odam idrok qilayotgan narsasini darrov anglab ola biladi. Mashhur rus fiziologlardan Sechenovning ta'kidlashicha, odam hozirgi idrokidan hosil bo'lgan obrazlar ilgarigi idroklarida vujudga kelgan va xotirasida saqlanib qolgan obrazlar bilan
taqqoslab ko'radi. Agar hozirgi idrokda hosil bo'lgan obraz ilgari xuddi shu narsani idrok qilishdan vujudga keltirilgan obrazga to'la mos kelsa, ayni choqda idrok qilayotgan narsasini taniydi. Aksincha, agar hozirgi idrokdan hosil bo'lgan obraz ilgarigi obrazga mos kelmasa, ya'ni ayni choqda idrok qilayotgan narsani odam tanimasa, idrok davom ettirilaveradi. Idrok jarayonida nutq va tafakkurning qatnashishi shunda namoyon bo'ladiki, har bir idrok nihoyasiga borib hukm shaklida, ya'ni chigal gap shaklida ifodalanadi. Chunonchi odamni yoki biror idishni idrok qilayotganimizda idrokimizni bu piyola deb tugallaymiz. Narsalarning nomini atash bilan idrokimizning mazmunini ravshanlashtiramiz. Agar idrok jarayonida narsalarning nomini aytay olmasak, ya'ni idrok qilayotgan narsalar bizga notanish qandaydir yangi narsalar bo'lsa, unday paytda idrok jarayonidagi tafakkur faollashib ketadi. Odam idrok qilayotgan narsasi nima ekanligi haqida o'ylay boshlaydi. Idrok jarayonida xayolning qatnashishi shunda ko'rinadiki, odam o'zidan allanimalarni qo'shib idrok qilayotgan narsasidan hosil bo'lgan obrazning mazmunini kengaytirib yuboradi. Masalan, osmondagi to'da bulutlarga qarab, ularning shaklini nimagadir o'xshatish mumkin. Idrok jarayonida xayolning ishtirok qilishi xususan bolalarda yaqqol ko'rinadi. Idrok jarayonida his-tuyg'ularning ishtirok qilishi shu idrok qilayotgan narsalarimizga nisbatan hosil bo'ladigan munosabatlarimizda ko'rinadi. Odam idrok qilayotgan hamma narsalarga nisbatan bir xilda munosabatda bo'lmaydi. Agar odam ilgarigi biror narsani idrok qilayotgan paytda qattiq xafa bo'lgan, kayfiyati buzilgan bo'lsa, shu narsasi yana 2 marotaba idrok qilganda yana hissiyotlarga nisbatan bo'lsa ham sodir bo'ladi. Bundan tashqari idrok hissiy holatning ishtiroki yana shunga ochiq ravshan ko'rinadiki, odam qattiq qo'rqinch hissini boshidan kechirayotgan paytda idrok yanglish bo'ladi, ya'ni kuchli hissiy holat ta'sirida ayrim narsalar boshqacha bo'lib ko'rinadi. Chunonchi kechasi qorong'u ko'chada qo'rqib kelayotgan odamga ro'parasidagi to'nka pisib poylab o'tirgan odamga o'xshab ko'rinadi. Shuning uchun ham qo'rqqanda qo'sha ko'rinar degan xalq maqoli bejiz aytilmagan ekan. Aksincha, odamning kayfiyati choq, xursand paytida hamma idrok qilayotgan narsalar chiroyli va yoqimli tuyuladi. Ma'lumki, idrok sezgi a'zolari asosida vujudga keladi. Har bir idrok jarayonida bir necha sezgi a'zolari ishtirok etadi, lekin ulardan biri eng muhim o'rinda turadi. Masalan, suratni idrok qilishda ko'rish organi, musiqa va nutqni idrok qilishda eshitish organi yetakchilik qiladi. Idrok jarayonida qaysi sezgi a'zosining yetakchilik rolini o'ynashiga qarab idrokni bir necha turlarga ajratish mumkin. Masalan, ko'rish idroki, eshitish idroki, hid bilish idroki, ta'm bilish idroki va boshqalar. Bundan tashqari idrokning aralash turi ham mavjud bo'lib, bunda bir necha analizator birgalikda ishtirok etadi. Masalan, kinofilmni idrok qilishda ko'rish va eshitish sezgisi ishtirok etadi. Tevarak atrofdagi narsa va hodisalar bir-biriga bog'liq. Ular muayyan makonda ma'lum vaqtda sodir bo'ladi. Shuningdek, ular bir-biriga va idrok qiluvchiga nisbatan ma'lum munosabatda shakl, hajm va boshqa xossalarga egadir. Sezgilar eng oddiy elementlar psixik jarayonidir. Idrok esa sezgilarga qaraganda murakkab psixik jarayon hisoblanadi. Idrokning murakkabligi quyidagilarda ifodalanadi. Har bir idrok tarkibiga ayni vaqtda bir necha sezgi kiradi. Masalan, qovunni idrok qilish, bunda quyidagi sezgilar ishtirok etadi. Qovunning shakli va rangini aks ettiruvchi ko'rish sezgisi, hidni aks ettiruvchi hid sezgisi, mazani aks ettiruvchi ta'm bilish sezgisi, harakatni aks ettiruvchi teri sezgisi va boshqalar. Bu sezgilar tahlil yordamida ajratib olinadi va idrokning perseptiv tomonini tashkil qiladi. Ular ishtirokida narsalarning barcha xossalari bir butun holda aks ettiriladi. Bu esa idrokning perseptiv tomonini tashkil qiladi. Har bir idrok tarkibida kishining o'tmishda hosil qilingan bilim va tajribalari kiradi. Idrokning nerv fiziologik asosi. Idrok ham sezgi kabi reflektor jarayon hisoblanadi. Pavlov bo'yicha idrokning negizini tevarak atrofimizdagi narsa va hodisalar retseptorlarga ta'sir etishi natijasida bosh miyaning katta yarim sharlarida qobig'ida hosil bo'ladigan shartli reflekslarning muvaffaq nerv bog'lanishlarini tashkil etadi. Tashqi olamdagi narsalar va hodisalar kompleks qo'zg'atuvchi sifatida xizmat qiladi. Analizatorning qobiq bo'linmalari o'zagida ana shu kompleks qo'zg'atuvchilari murakkab tahlili va sintezi amalga oshiriladi. Idrok sezgilarga qaraganda miyaning ancha yuksak darajadagi tahlil qilish, umumlashtirish faoliyati hisoblanadi. Tahlil qilmasdan turib idrokning anglangan bo'lishi mumkin emas. Jumladan, notanish xorijiy tilda aytilgan nutq boshdan oyoq tovushlar oqimi tarzida ishtirok etadi. Nutqning anglangan holda idrok etilishi, ya'ni u tushunishi uchun nutqning alohida iboralarga mohiyat e'tibori bilan so'zlarga ajratish shartdir. Ayni paytda nutqni idrok etish jarayonida tahlil bilan bab-baravar tarzda sintez qilinadi. Shu tufayli biz alohida tarqoq tovushlarni emas, balki so'zlarni va iboralarni idrok etamiz. Muvaqqat nerv bog'lanishining o'rnatilishi sintezning negizini tashkil qiladi. Idrokning negizi nerv bog'lanishlarining ikki turidan bitta analizator doirasida hosil bo'ladigan bog'lanishlardan va analizatorlararo bog'lanishlardan tarkib topadi. Birinchi holat organizmga bitta modallikdagi kompleks qo'zg'atuvchi
ta'sir etganda kuzatiladi. Eshitish analizatoriga ta'sir qiladigan alohida tovushlarning o'ziga xos birikmasidan iborat kuy ana shunday qo'zg'atuvchi bo'lishi mumkin. Ushbu kompleksning hammasi bitta murakkab qo'zg'atuvchi sifatida ta'sir qiladi. Kompleks qo'zg'atuvchisining ta'siri ostida hosil bo'ladigan nerv bog'lanishlarining boshqa bir turi ham borki, ular turli xildagi analizatorlar doirasidagi bog'lanishlardan iboratdir. Sechenov narsani yoki fazoni ko'rish, kinestezik paypaslash assotsiatsiyalari orqali va boshqa sezgilarning assotsiatsiyasi orqali idrok etishni izohlab bergan. Kishidagi bog'lanishlarga albatta so'zning eshitilishi bilan obrazi ham qo'shiladiki, unga muayyan narsa yoki fazoga munosabat gavdalangan bo'ladi. Idrok negizida hosil bo'ladigan muvaqqat nerv bog'lanishlari tashqi olamdagi narsalar va hodisalar xususiyatlarini obyektiv bog'lanishlar asosida tarkib topadi. Analizatorlar o'rtasidagi hosil bo'ladigan bog'lanishlar tufayli biz idrokimizda narsa va hodisalarning buning uchun moslashgan analizator bo'lmagan xususiyatlarini, masalan, narsaning hajmi, solishtirma og'irligi ham aks ettiramiz. Shuning uchun ham biz idrok qilganimizda olamni sezgilarimizga nisbatan chuqurroq qilib olamiz. Bu muvaqqat nerv bog'lanishlar narsa hodisalarini birgina hodisasi bilan emas, balki barcha hodisalar kompleks qo'zg'atuvchilar ta'siri bilan vujudga keladi. Masalan, talaba butun dars jarayonida idrok qilayotganda o'qituvchini ko'radi, uning nutqini tinglaydi, yozadi. Bu kompleks qo'zg'atuvchilar ko'rish, eshitish, muskul harakat retseptorlarini qo'zg'aydi. Kompleks qo'zg'atuvchilarning analizatorlarning miya po'sti qismidagi yadrolarida murakkab tahlil va sintez qilish amalga oshadi. Idrok jarayonida tahlil bilan bir vaqtda sintez ham ro'y beradi. Shuning uchun biz ayrim tovushlarni emas, butun so'z va iboralarni idrok qilamiz. Demak, idrokning nerv fiziologik asosida ikkinchi signal tizimining muvaqqat nerv bog'lanishlari yotadi. Muvaqqat nerv bog'lanishlarining hosil bo'lish jarayonini sintez asosini ikki xil nerv bo'g'inmalari tashkil qiladi. Bir analizator doirasida hosil bo'ladigan bog'lanishlar bir narsadagi kompleks qo'zg'aluvchilarning organizmga ta'sir etishidan vujudga keladi. Masalan, eshitish analizatoriga ta'sir qiladigan ayrim tovushlarning o'ziga bir kishi bunday qo'zg'atuvchi bo'la oladi. Musiqa tinglash, rasm ko'rish, ular analizatorlar aro bog'lanishlar bir narsa yoki bir necha analizatorlarga ta'sir etadi. Masalan, ko'rish muskul analizatorlari, ma'ruza, monolog, kuzatish va kuzatuvchanlik. Idrokning o'ziga xos juda muhim xususiyatlaridan yana biri kuzatuvchanlikdir. Umuman olganda idrok jarayonining hammasi kuzatish bilan har doim uzviy bog'liq. Chunki odam idrok qilayotganda nimanidir kuzatadi, lekin ixtiyorsiz idrok jarayonidagi kuzatiladigan narsa va hodisalar odamning esida saqlanib qolavermaydi. Kuzatishning muvaffaqiyati oldindan qo'yiladigan tayyorgarlikka, kishilarning bilim va tajribalariga, diqqatning kuchiga va fikrlash faoliyatiga bog'liq. Kishining rejali, tizimli va davomli ixtiyoriy idrok qilish qobiliyatini kuzatuvchanlik deyiladi. Kuzatuvchanlik shaxsning shunday hislatiki, bunda u narsa va hodisalarning unga bilinmaydigan muhim xarakterli xususiyatlarini payqay oladi. Akademik Pavlov kuzatuvchanlikning ilmiy bilimdagi ahamiyatiga yuksak baho bergan. U Sankt-Peterburg yaqinidagi Pavlova shahridagi fiziologiya institutining oldi tomoniga kuzatuvchanlik va yana kuzatuvchanlik deb yozdirib qo'ygan. Idrokda obyekt va fon. Odamga juda ko'p narsa va hodisalar ta'sir qilib turadi. Ular shunday ko'p hodisalarga egaki, odam bir vaqtning o'zida ularga javob reaksiyasi qaytara olmaydi. Odam ko'p sonli qo'zg'atuvchilardan faqat ayrimlarini aniq holda ajratib oladi. Shu ajratib olingan narsa hodisalar esa fon sanaladi. Idrok qilinadigan narsani o'rab turgan boshqa narsa, jism yoki hodisalarga nisbatan obyekt hisoblanib, obyektning atrofidagilari esa fon deyiladi. Masalan, o'qituvchi bir darsda bir necha o'quvchilardan so'raydi. Har safar so'rayotganini ko'radi. Chaqirilgan o'quvchi uning javobi, xatti-harakati idrok obyekti hisoblanadi. Muayyan sharoitda shaxs tomonidan idrok qilinadigan narsa yoki jism idrokning obyekti deb ataladi. Boshqa o'quvchilar faoliyati idrok foni bo'lib qoladi. Idrok foniga kirgan o'quvchi javob berish uchun chiqirilib qolsa, idrok obyektiga aylanadi va aksincha. Demak, idrok obyekti va foni dinamik tabiatga ega bo'lib, doimo o'zgarib turadi. Obyekt va fonning dinamikligi bosh miya katta yarim sharlari postida vujudga keladigan optimal qo'zg'alish o'chog'ining almashinishi bilan taqozo etiladigan diqqatning bir obyektidan boshqa obyektga o'tishi bilan izohlanadi. Idrok fonidan obyektni ajratishning psixologik qonuniyatlari ikkilangan tasvirlar, Shredderlar zinapoyasi, predmet konturlarini ajratish kabilarda aniq ko'rish mumkin. Juda ko'p holatlarda obyektni fondan tez va aniq ajratib olish uchun uni alohida rang, shakl va belgilar bilan ta'kidlab qo'yiladi. Masalan, transport belgilari, temir yo'l ishchilari maxsus to'q sariq rangli kiyim kiyadigan va boshqalar. Apersepsiya.
Idrokning o'ziga xos xususiyatlaridan biri idrok jarayoniga butun psixik hayot mazmunining, ya'ni butun ma'naviy boylikning ta'sir etishidir. Yuqorida aytilganidek, idrok jarayoni odamning turmush tajribasi bilan bog'liq ekan, binobarin idrok jarayoniga bilim boyligi, odamning ishonch, e'tiqodlari, dunyoqarashi, qiziqish va ehtiyojlari hamda kasbi ta'sir qiladi. Psixologiyada idrok jarayonining odamning butun ma'naviy hayot boyligiga ta'sir etishini apersepsiya deb ataladi. Apersepsiya idrok jarayonining shaxsning oldingi bilimlari, shaxsiy va ijtimoiy tajribalari, qiziqishlari, motivatsiyasi, ehtiyojlari va odatlari, umuman ruhiy hayotning barcha mazmuni bilan belgilanishidir. Apersepsiya hodisasi tufayli odamlar o'zaro idrokning mazmuni bilan bir-biridan muayyan darajada tafovutlanadilar. Ya'ni ular ayni bir xil narsani o'zining bilimi, saviyasi, nuqtai nazari, dunyoqarashi va ijtimoiy kelib chiqishiga asoslangan holda turlicha idrok qiladilar hamda aks ettiradilar. Masalan, daladagi gullar turgan poytaxtni oddiy bir talaba bilan tajribali agronom idrok qiladigan bo'lsa, albatta ularning idroklari, ya'ni paxtani aks ettirishlari juda katta farq bo'ladi. Talaba shunchaki odatdagi oddiy bir paxta sifatida aks ettirilsa, agronom paxtaning qanday navi, taraqqiyotning qaysi bosqichda ekanligi, taxminan qancha hosil berishi va shu kabilar bilan birga chuqur hamda juda to'la idrok etadi. Pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lgan tarbiyachi bilan bunday bilimlardan mutlaqo xabarsiz bo'lgan oddiy bir onaning bolalaridagi turli ehtiyojlar va harakatlarni idrok qilishlari o'rtasida keskin farq mavjud. Masalan, ildiz tushunchasini bolalar va o'smirlarning moddiy asosi sifatida matematiklar sonlarning ildizi ko'rinishida ijtimoiy nuqtai nazardan qarindosh urug'chilik shaklda ko'z oldiga keltiradilar. Persepsiya tushunchasi ba'zi holatlarda idrokning aniqligi, to'liqligi, ravshanligi, predmetliligi, tanlovchanligi kabi sifatlarning ma'nosi o'rnida qo'llanilgan. Psixologik nazariyalarga ko'ra, apersepsiya hodisasi barqaror va vaqtincha muvaqqat deb yuritiluvchi ikki turga ajratiladi. Barqaror apersepsiya hodisasi shaxsning dunyoqarashi, qat'iy maslagi, motivatsiyasi, qiziqishi, bilim saviyasi, madaniy darajasi, xulq-atvori, ma'naviyati va kasbiy tayyorgarligiga bog'liq bo'lib, u o'ta murakkab tuzilishga egadir. Muvaqqat vaqtincha apersepsiya turi esa shaxsning faqat idrok qilishi jarayonidagi emotsional holatiga, ya'ni uning kayfiyati, ruhlanishi, shijoati, stress, affekt ko'rinishlaridagi his-tuyg'ularida, ularning surati, davomiyligi tizimida o'z ifodasini topadi. Idrok xususiyatining yana bir o'ziga xos xususiyati uning konstantligidir. Idrokning konstantligi deganda biz idrok qilishdan ongimizda hosil bo'lgan obrazning real voqelikdagi bizga ta'sir etib turgan narsalarning tabiiy holatiga har jihatdan mos bo'lishini tushunamiz. Ma'lumki, narsalarning hajmi, katta yoki kichikligi, shu narsalarni qanday masofadan, uzoqdan yoki yaqindan idrok qilayotganimizga qarab o'zgarib turadi. Lekin shunday bo'lsa ham idrok qilishdan hosil bo'lgan narsalarning ongimizdagi obrazlari hamma vaqt shu narsaning tabiiy holatiga mos bo'ladi. Masalan, katta yo'lda ketayotib, uzoqdagi gugurt qutichasidek kichkina bo'lib kelayotgan avtobusni ko'rib, kichkinagina avtobus kelyapti demaymiz. Uzoqdagi avtobusni idrok qilganimizda ongimizda hosil bo'lgan obraz avtobusning real hajmiga teng bo'ladi. Yoki tepamizda katta balandlikda uchib ketayotgan hozirgi zamon yirik passajir samolyotni ko'rib, kichkina samolyotchalar uchib ketishyapti deb aytmaymiz. Biroq shu narsani aytish kerakki, idrokning konstantligi xususiyati ham odamning turmush tajribasi bilan bog'liqdir. Chunonchi, umrida hech qachon hozirgi zamon katta passajir samolyotlarini ko'rmagan odam baland uchib ketayotgan samolyotni idrok qilib, uning real hajmini qanchalik kattaligini tasavvur eta olmaydi. Ko'rinishda masofa, rang, shakl, hajm konstantligi ro'y beradi. Qalinligi 20 va 1 sm atrofida idrok qilish, doskani 1 va 10 metr atrofida idrok qilish, oq qog'oz yoki quyoshda, xona ichida, koridorda ham oq idrok qilinadi. Konstantlik hodisasida odam narsalarni ko'z shuur pardasiga tushgan suratga aynan muvofiq ko'rmaydi, balki ular haqiqatdan ham qanday mavjud bo'lsa shunday ko'rinadi. Bu kishining tajribasi, ommaviy faoliyati jarayonida vujudga keladi. Illyuziya idrok jarayonining navbatdagi yana bir o'ziga xos xususiyati idrok qilishda ba'zan yuz beradigan illyuziya hodisasidir. Illyuziya bizga ta'sir qilayotgan narsalarning yanglish idrok qilish demakdir. Odatda ikki xil illyuziya farqlanadi: obyektiv illyuziya, subyektiv illyuziya. Obyektiv illyuziya hamma odamlar uchun umumiy xarakterga ega bo'lib, uni geometrik illyuziya deb ham yuritiladi. Obyektiv illyuziya biz idrok qilayotgan narsalarning o'zaro bir-biriga ta'siri tufayli yuz beradi. Illyuziyaning bu turi har xil geometrik shakllarni idrok qilishda juda yaqqol ko'rinadi. Masalan, uzunligi baravar bo'lgan ikkita gorizontal to'g'ri chiziq
chizilsa, bu uchlarning uchlariga tashqariga qaratilgan va ichkariga qaratilgan chiziq kattaroq bo'lib ko'rinadi. Idrok jarayonida yuz beradigan illyuziyaning bu turiga juda ko'plab misol keltirish mumkin. Masalan, baravar qalinlikka ega bo'lgan uchta ketma-ket turgan to'g'ri burchakli ustunchalarni chizib, ularning atrofiga uzoqlashtiruvchi chiziqlarni chizsak, bu uchta ketma-ket turgan ustunchalar bir xil kattalikda bo'lib ko'rina boshlaydi. Bu yerda uzoqlashtiruvchi chiziqning ta'sirida illyuziya hosil bo'ladi. Subyektiv illyuziyalar odamning ayni chog'dagi hissiy holati bilan bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, odamning hissiy holatida ro'y beradigan o'zgarishlar idrok jarayoniga ta'sir qiladi. Masalan, yuqorida aytib o'tilganidek, odam kechasi yolg'iz ko'chada qo'rqib ketayotgan bo'lsa, har bir sharpa uning qo'rqinch hissini kuchaytirib yuboradi. Natijada uning ro'parasidan chiqib qolgan butalar, daraxt qandaydir dahshatli mavjudotga o'xshab ko'rinadi. Hayotda keng tarqalgan har xil insu jins, devlar, ajinalar shu kabi nojins narsalar haqidagi ko'plab gaplar kuchli qo'rqinch hissi ta'sirida noto'g'ri idrok qilish, ya'ni subyektiv illyuziya tufayli vujudga kelgandir. Ba'zan odam qattiq qo'rqqan paytda bosh miya katta yarim sharlarning postidagi muhim markazlardan birortasi uzoq muddatli tormozlanish holatiga tushib qolishi mumkin. Shuni akademik Pavlov hayotni muhofaza qiluvchi tormozlanish deb atagan edi. Ana shunday paytda tormozlanib qolgan markaz bilan bog'liq bo'lgan organizmning biror qismida keskin o'zgarish paydo bo'ladi. Chunonchi odamning og'zi va ko'zi qiyshayib qolishi mumkin yoki qo'l-oyog'i falaj bo'lib qolishi mumkin. Subyektiv illyuziya hodisasi, ya'ni qattiq qo'rqinch hissi ta'sirida noto'g'ri idrok qilish hodisasi bolalarda ham uchrashi mumkin. Shuning uchun ana shu yuqoridagi mulohazalarni, ya'ni yanglish idrok qilishda paydo bo'ladigan qo'rqinchli obrazlarni nazarda tutib, hech vaqt bolalarni qo'rqitish kerak emas. Psixologiyada ko'rish illyuziyasining o'rganilishi muayyan o'zining muloqot tarixiga ega. Masalan, agarda biz ko'rsatkich va o'rta barmoqlarimizni chalishtirib, no'xat yoki birorta dumaloq narsani chalishgan holda ikkala barmog'imizning uchi bilan bosib turib, shuningdek ayni bir davrda aylantiraversak, bu holda barmoqlarimiz tagida bitta emas, balki ikkita no'xat turgandek his qilamiz. Ana shu holdagi bir narsaning ikkita bo'lib sezilishi Aristotel-Arastu illyuziyasi deb ataladi. Idrok qiluvchi shaxsning psixikasida ro'y beradigan o'zgarishlar bilan yuzaga keladigan tasodifiy illyuziyalar ham mavjuddir. Sahroda chanqagan inson uzoqda yarqirab turgan sho'rxok yerni ko'l deb idrok qilishi, lekin bu illyuziyani sahrodan farq qila olishi joiz. Yoki o'rmondagi to'nka qo'rqoq insonning ko'ziga birorta yirtqich hayvonga o'xshab ko'rinishi xuddi shu illyuziyalar jumlasidandir. O'q chiziqlari illyuziyasi uzunligi baravar bo'lgan ikkita o'q chiziqlarining chetlariga ikki xil kesishmaydigan va kesishadigan chiziqlar chizilsa, illyuziya paydo bo'ladi. Ya'ni kesishadigan chiziqlar o'q chiziqqa nisbatan kesishmaydigan chiziqlar chizilgan o'q chiziqlaridan uzunroq bo'lib ko'rinadi. Bu illyuziya kesishadigan va kesishmaydigan chiziqlar tamoyiliga asoslangan. Parallel qilib chizilgan bir necha chiziqlar parallel emas, balki har xil tomonga kesilgan chiziqlardek tuyuladi. Temir yo'l illyuziyasiga kesishadigan to'g'ri chiziqlarning torroq joyiga joylashgan chiziq uzunroq bo'lib ko'rinadi. Aslida esa har ikkala parallel chiziqning uzunligi tengdir. Ikkita baravar doira shaklini chizib, ularning birini o'sha doiradan kattaroq, ikkinchisini esa kichikroq doiralar ichiga olinsa, ikkinchi doira kattaroq ko'rinadigan bo'lib qoladi. Ya'ni kichik doiralar o'rtasida berilganligi katta doiralar orasida berilganligiga qaraganda kattaroq bo'lib ko'rinadi. Birinchi odamga qaraganda ikkinchisi uzunroq, uchinchisi esa undan ham uzunroq bo'lib ko'rinadi. Aslida esa ular balandligi jihatidan bir-biriga teng. Tik chiziqlarning ortiqcha baholash illyuziyasi silindrlarning balandligi hoshiyasining kengligidan kattaroq bo'lib ko'rinadi. Asida silindrining balandligi va hoshiyasining kengligiga bab-baravar. Yelpigich illyuziyasi parallel chiziqlar orasidagi chiziqlarning ta'siri bilan ba'zida egilgandek, ba'zida burilib ketgandek bo'linib ko'rinadi. Dunyoda suzib ketayotgan katta va kichik ikki kema palubasi uzunligi jihatidan bir-biriga baravar to'g'ri chiziq kemalari bilan tasvirlangan bo'lsa-da, ketma-ket palubasi uzunroq bo'lib ko'rinadi. Jonli doiralar illyuziyasi katta va kichik doiralar chizilgan rasmlar aylanmaydi, albatta, lekin kitobni qo'lga olib uni o'ngdan chapga yoki chapdan o'ngga bir necha sekund aylantirsak, doiralar go'yo aylanayotgandek tuyuladi. Gallyutsinatsiya voqelikdagi narsa va hodisalarning tana a'zolarini qabul qilish analizatoriga bevosita ta'sir etmasdan inson ongida turli obrazlarning, ovozlarning eshitilishi, sharpalarning sezilishi, xayolan, fikran paydo bo'lishidan iborat idrokning psixopatologik ruhiy xastalik hodisasiga gallyutsinatsiya deyiladi. Gallyutsinatsiya hodisasi
muvaqqat ruhiy xastalikning alomati, ba'zan qo'rqinch hissini mahsuli hisoblanib, bosh miya katta yarim sharlari qobiqlaridagi qo'zg'alish jarayonlarining nuqsonli sust patologik harakati natijasida go'yo asab tizimining zaharlanishi, zaiflashuvi, haddan tashqari qoniqishi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Gallyutsinatsiya hodisasi bir necha xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Ularning eng asosiylari quyidagilardan iborat: a. Yo'q narsalarning ko'zga ko'rinishi, b. U yoki bu ovozlar, tovushlar eshitilishi va yo'q sharpalar, hidlar sezilishi kabilar. Odatda illyuziyani gallyutsinatsiyadan farq qila olish lozim. Illyuziya bu shu lahzada shaxsning sezgi a'zolariga ta'sir etib turgan biror narsani yanglish, noto'g'ri idrok qilish jarayoni bo'lsa, gallyutsinatsiya yo'q, mavjud bo'lmagan narsalarni tashqi taassurotsiz idrok qilishdir. Masalan, yo'q narsalarning ko'zga bordek ko'rinishi, yo'q ovozlarning quloqqa eshitilishi, yo'q hidlarning dimoqqa urilishi kabilar gallyutsinatsiyaning mahsuli bo'lib hisoblanadi. Gallyutsinatsiya shaxsning biror narsa va hodisani ko'rgandek, eshitilgandek, his qilgandek kabi tasavvurimning aks etishidir xolos. Gallyutsinatsiya hodisasi ko'pincha kasallikdan, isitma, alahsirashdan darak beruvchi alomatdir. U nerv tizimini buzadigan kasalliklarning oqibatida ro'y berishi mumkin. Idrokning tasnifi. Idrok klassifikatsiya qilishda quyidagi 3 ta muhim tomonni hisobga olinishi kerak va ular quyidagi jadvalda keltirilgan. Idrokning tasnifi 3 ga bo'linar ekan. Birinchisi, aktivligiga ko'ra ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'lar ekan. Materiyaning yashash shakliga qarab fazonni idrok qilish, vaqtni idrok qilish, harakatni idrok qilish va analizatorga qarab esa ko'rish, tuyish, eshitish, kinestezik, hid bilish, ta'm bilish va aralash. Idrok jarayonida qaysi analizatorning yetakchi rol o'ynashiga qarab ko'rish, eshitish, teri tuyish, kinestezik harakat, hid bilish va ta'm bilish idroklari bir-biridan farq qiladi. Yashash shakliga qarab idrok fazoni, vaqtni va harakatni idrok qilishga bo'linadi. Idrok faollik darajasiga qarab ixtiyorsiz va ixtiyoriy shakllarga bo'linadi. Bunga sabab idrokning diqqat bilan uzviy bog'liqligidir. Diqqat idrokning faolligini oshiradi hamda idrokning mukammal, ravshan, aniq bo'lishiga xizmat qiladi. Ma'lumki, idrok odatda ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'ladi. Ixtiyoriy idrok hamisha ixtiyorsiz diqqat bilan bog'liq bo'lib, muayyan bir maqsadsiz hech qanday iroda kuchi sarf qilmasdan amalga oshiriladi. Ixtiyorsiz idrok biror narsani to'satdan ta'sir etayotgan narsalarning boshqa narsalardan keskin farq qilishi, haddan tashqari originalligi, yorqinligi natijasida yuzaga keladi. Ixtiyorsiz idrok odamning butun faoliyatini davomida uzluksiz davom etib, ayrim paytlarda ixtiyoriy idrok bilan almashinib turadi. Lekin shunday bo'lsa ham inson hayotida ixtiyoriy idrokning roli benihoya kattadir. Ixtiyoriy idrok oldindan belgilangan muayyan bir maqsad asosida amalga oshiriladi. Idrokning ishtiroki asosan ixtiyoriy idrokda namoyon bo'ladi. Chunki ixtiyoriy idrok ko'pincha odamda irodaviy zo'r berishni talab qiladi. Masalan, darsda ixtiyoriy idrok bilan eshitib o'tirish odamda anchagina idrok kuchini talab qiladi. Umuman olganda har qanday ixtiyoriy idrokda albatta diqqat qatnashadi. Tevarak atrofimizdagi narsa va hodisalarni yaxlit aks ettirishdan iborat bo'lgan iroda jarayonining bir qancha o'ziga xos xususiyatlari bordir. Odatda ikki idrok turi farq qilinadi. Ulardan biri sodda idrok bo'lsa, ikkinchisi murakkab idrokdir. Sodda idrok deganda atrofimizdagi turli tuman narsalar, masalan, xonadagi stol, stullar, shkaflar hamda shkafdagi o'yinchoqlarni idrok qilish sodda idrok qilishdan iboratdir. Idrokni tasnif qilishda materiyaning yashash shakllari, fazo, vaqt, harakat asos qilib olinadi. Unga ko'ra idrok quyidagi turlarga ajratiladi: fazoni idrok qilish, vaqtni idrok qilish, harakatni idrok qilish. Fazoni idrok qilish. Fazoni idrok qilish voqelikdagi narsa va hodisalarning fazoda egallangan o'rnini, shaklini, miqdorini, bir-biriga nisbatan munosabatlar bilish jarayonining shaklidir. Voqelikda idrok qilish orqali inson borliq to'g'risidagi uning xususiyatlari, hajmi, masofasi, ich tomoni, chuqurligi yuzasida muayyan ma'lumotlar, xossalar, axborotlar to'plash, ularni farqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Fazoni idrok qilish undagi narsalarning shaklini, hajmi va o'zaro munosabatlarini aks ettirishdir. Demak, fazodagi narsalar 3 o'lchovda idrok qilinadi. Narsalarning shakli, uchburchakligi, to'rtburchakligi, kub, kvadrat, doira, konus va boshqalar. Narsalarning hajmi katta, kichik, o'rtacha, yirik, mayda va boshqalar. Narsaning bir-biriga idrok qiluvchiga munosabati o'ngda, chapda, yuqorida, pastda, uzoqda va hokazo. Fazoni ko'rish teri, muskul, harakat organlari bilan idrok qilinadi. Fazoni bir ko'z bilan yoki ikki ko'z bilan idrok qilamiz. Molekulyar idrokda narsalarning chetlaridan kelayotgan nurlar bitta ko'zning to'r partasida aks etadi. Bu nurlar ko'z gavharlarida bir-birini kesib o'tadi va ularning kesishgan joyida ko'rish burchagi hosil bo'ladi. Bu burchakning katta kichikligiga hamda uning ko'zdan qanchalik uzoq yaqinligiga bog'liq. Ko'z gavharlarining va umuman ko'zning narsalarni eng yaxshi ko'rish uchun yaqinlash moslashuvini akkomodatsiya deyiladi. Odatda fazodagi narsalarning
narsaning shakli, hajmi va o'zaro munosabatini ikki ko'z bilan binokulyar idrok qilinadi. Biz bir narsaga ikki ko'z bilan qaraymiz, lekin narsa bitta aks etadi. Buning sababi o'sha narsadan keladigan nurlarning ko'z pardasiga mos yoki mos bo'lmagan nuqtalariga to'g'ri kelishidir. Narsaning fazo munosabatini binokulyar idrok qilishda konvergensiya muhim ahamiyatga ega. Konvergensiya biror narsaga qaraganda ikkala ko'z soqqasining qanshar, omon bab-baravar burilishidir. Konvergensiya masofani chuqurligini aniq, to'liq idrok qilishga imkon beradi. Vaqtni idrok qilish odamda inson tomonidan vaqtni idrok qilish asosan ruhiy hodisalar, holatlar, vaziyatlar, xususiyatlarni o'zaro o'rin almashinuvi tufayli namoyon bo'ladi va o'ziga xos tuzilishi bilan mazkur jarayonning boshqa shakllaridan farq qilib turadi. Vaqtni idrok qilish inson tomonidan aks ettirilayotgan vaqt birligining obyektiv, haqqoniy, xolis mazmuniga, shaxsning o'ziga nisbatan munosabatiga bog'liq bo'lib, shu mezon orqali uning mahsuldorligi o'lchanadi. Masalan, shaxsning ehtiyoji, motivatsiyasi, qiziqishi va intilishlariga mutanosib vaqt birligini idrok qilgan taqdirdagina vaqt obyektiv jihatdan kechinmalar, his-tuyg'ularga nisbatan shaxsning ijobiy, haqqoniy munosabatlarida tez o'tgandek idrok qilinadi. Odatda vaqt yoqtirmaslik idrok maydoniga qamroviga nomutanosiblik esa shaxsda zerikish, vaqt sekin o'tish tuyg'usini uyg'otadi. Biz idrok qilib turgan narsa, hodisalar muayyan vaqt davomida paydo bo'ladi, o'zgaradi va o'tib ketadi. Vaqt materiya mavjudligining asosiy shakllaridan biridir. Vaqtni idrok qilish voqelikdagi hodisalar va ularning muntazamligini aks ettirishdir. Vaqtni idrok qilish obyektiv reallikni aks ettirib, kishini o'rab olgan muhitni mo'ljal olishga imkon beradi. Vaqtni mo'ljal olib, orientirovkasi miyaning post bo'limi yordamida amalga oshadi, lekin vaqtni idrok qiluvchi maxsus a'zo mavjud emas. Vaqtni idrok qilishda turli analizatorlar qatnashadi, biroq vaqtlar oralig'ining bir muncha aniq farqini kinestezik va eshitish sezgilari beriladi. Markaziy asab tizimida bosh miya katta yarim sharlarida qo'zg'alish va tormozlanishning ritmik almashinuvi vaqtni idrok qilish asosida yotadi. Agar bosh miya postida qo'zg'alish jarayoni ustunlik qilsa, vaqt tez o'tgandek, agar tormozlanish ustunlik qilsa, vaqt sekin o'tgandek idrok qilinadi. Vaqtning tez yoki sekin o'tishi kishining vaqtiga va diqqati yo'naltirilgan obyektga munosabatiga ham bog'liq. Masalan, biror narsaning o'tishi, kinofilmni ko'rish, avtobus yoki biror kishining kelishini kutish va hokazo. Odamlar vaqtni obyektiv belgilash, uning borliqni to'g'ri farqlashga imkon beradigan narsalar, oy, quyosh, yulduzlar harakatidan foydalanib kelganlar. Harakatni idrok qilish, biosfera va nosferadagi harakatlarni idrok qilish jismining ba'zan nisbiy jihatdan boshqa ijtimoiy, siyosiy, tabiiy holatlarning fazodagi, ijtimoiy hayotdagi o'rin almashinuvini bevosita aks ettirishdan iboratdir. Shu sababdan harakat taqqoslanmasdan idrok qilinishi ilmiy psixologik manbalarda qayd qilib o'tiladi. Mabodo harakatdagi jism uni qurshab turgan harakatsiz boshqa jismga taqqoslangan holda idrok qilinsa, bunday toifadagi harakat nisbatan idrok qilish deb ataladi. Agarda harakatlanayotgan jism hech qanday narsa bilan taqqoslanmasdan idrok qilinsa, bu ko'rinishdagi harakat esa nisbat berilmasdan nisbatsiz idrok qilish deyiladi. Tevarak atrofdagi narsa, hodisalar muayyan vaqt davomida o'z o'rinlarini almashib turadilar. Kishilar narsa, hodisalarning fazoda o'rin almashinib turishini, ya'ni harakatni ham idrok qiladilar. Harakatni idrok qilishda ko'rish va kinestezik analizator asosiy rol o'ynaydi. Tezlik, tezlanish va harakatlarning yo'nalishi harakat qilayotgan obyekt predmetidir. Odam narsani harakati haqida ikki yo'l bilan ma'lumot olishi mumkin. Harakatni bevosita idrok qilish, harakat haqida xulosa chiqarish. Harakatni bevosita ko'rish orqali idrok qilish ikki xildir. A. Ko'zni harakatdagi narsa bilan birga yuritish. B. Ko'zni bir nuqtaga qaratib turish. Harakat tez va sekin bo'layotgandek idrok qilinadi. Harakatni bunday idrok qilinishi narsalarning obyektiv tezligiga va uning idrok qilinishidan qanchalik uzoq yaqinligiga bog'liq. Harakatni eshitish analizatorlari yordami bilan ham idrok qilinadi.